Xitoy Rossiyaga yordam qilib jazolanishdan qo'rqyotdi. Xitoy navbatda ig'ir jazoning ta'siriga uchrayotgan Rossiya iqtisodidan pam bilan jimjit yiroqlashmoqda. Valanki ikki davlat texi oldingi oyda ularning do'stligining cheki yo'q ekanligini jakarlagan. Ammo bu Rossiyaning Ukrainaga urush boshlashi bilan qog'ozdagi quruq gapga aylandi. Shunga Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ayblashni rad qildi. Ammo Xitoy o'zining mazkur jazoning ta'siriga uchrashni xohlamaydi. Shu vajidan u mazkur jazolarning bu krizisni hal qilishda qarg'a kelmaydiganligini qayta ta'kidlamoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi seshanba kuni ispaniyalik saptishi bilan telefonda ko'rishganda, Xitoy Ukraina krizisida hech bir taraf bilan bir sapt emas, hamda jazoning Xitoyga ta'sir qilishini xohlamaydi degan. Tahlilchilar mundaq dedi: Xitoy Rossiyani og'zaki qo'llash bilan birga Amerikaga dushmanlik qilmasdan nazuk tangpong holatni saqlashga urinmoqchi bo'lyotdi. Biroq har ikki tarafga tangli yaxshichaq bo'lish uncha oson emas. Gerçi Xitoy Rossiyaning birinchi savdo hamroyi bo'lsa-mu, Beijingning boshqa texmi muhim nuqtalari bor. Chunki ikki davlat o'rtasidagi savdo Xitoy savdo umumiy sommasining aran 2%ni egallaydi. Buni o'tgan bir yildagi Xitoy tomojna statistikasiga solishtirganda, Xitoyning Yevropa ittifoqi va Amerika bilan bo'lgan savdo umumiy sommasi Rossiya bilan bo'lgan savdodan 10 hassa ko'p. Shunlashqa Beijing yaqinqi bir necha hafta ichida Rossiyaning yigani jon talishayotgan va kun sari asta yemirilayotgan iqtisodidan pam bilan yiroqlashish uchun tövendikidek ba'zi muhim tadbirlarni qo'llanishga boshlagan. Birinchi, Xitoy rublining pahalashib ketishiga ko'z yumayotdi. Xitoyning xalq puli butunlay erkin savdo qilmaydi. Aksicha, Xitoy Xalq bankisining amaldorlari belgilagan doirada yo'tkiladi. Oldin qapda ular rublini ko'plab arzon bahoda yig'ib olib, rubli qiymatining tik siziq bo'yicha tövallab ketishini kuchaytirdi. Rubli Ukrainada urush boshlangandan buyon Amerika dollari va yevroga bo'lgan qiymatining 20%dan ko'pragini yo'qotdi. Xitoy Rossiya pulini o'zining xalq puliga sundirishiga ruxsat qilish orqali Moskvaga hech qanday foyda yetkazolmaydi. Aksicha, Rossiyaliklar rublini to'lama arzon bahoda setib, xalq pulini ko'plab oladi. Natijada xuddi Turkiyaliklar turk lirasini arzon bahoda setib, dollar saqlaganda turk lirasining qiymati tushib ketgandek, rublining qiymati texmi tushib ketadi. Ikkinchi, Xitoy Rossiyani tashqi pervoddan cheklayotdi. Fransiyaning mablag' bankisi bo'lgan Natixisning bosh iqtisodshunosi Alicia Garcia Herrero 15-martdagi tadqiqot dokladida mundaq degan: Xitoyning Rossiyaga ta'minlaydigan eng muhim yordami Moskva Xitoy puliga sundirib saqlagan 90 milliard dollarlik zapas pul. Biroq G'arb davlatlari Rossiya Markaziy bankisi bilan savdo qilishni cheklaganlikdan, bu jazoda Rossiyaning tashqi pervod zapasiga oid 315 milliard dollar pul to'ngiltib qo'yilgan. Bu pul Rossiyaning tashqi pervod zapasi umum sommasining 20ga yaqinlashgan. Rossiya davlat taratqullarining xabariga qaraganda, Rossiya Maliya ministri Anton Silyanov bu hafta Moskvaning dollar va yevroga erishishdan mahrum qolgandan keyin tashqi savdoda xalq pulini tashqi pervod zapis qilib ishlatishni xohlaydiganligini aytgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy Xalq bankisi Rossiyaning mazkur istikiga texicha inkos qaytarmadi. Garcia Herrero: agar Xitoy Moskvaning xalq pulini Amerika dollariga yoki yevroga aylantirishiga yo'l qo'ysa, buning Rossiyaning navbatdagi mushkul ahvolini yaxshilaydiganligi aniq deb ko'rsatdi. Biroq u G'arbning jazosiga xiloflik qilishda yomon atoqqa qolmaslik uchun Xitoy Xalq bankisining bundaq takliflik qarorni chiqarishi mumkin emas dedi. Uchinchi, Xitoy Rossiyani aeroplan zapchaslaridan cheklayotdi. Amerika va Yevropa ittifoqi yo'lga qo'ygan jazo dunyodagi eng cho'ng ikki aeroplan ishlab chiqaruvchi Boeing va aviatsiya shirkati buningdan keyin Rossiyani hech qanday zapas zapchas bilan ta'minlamaydi yoki Rossiya aviatsiya shirkatlarini asrash yordami bilan ta'minlamaydi. Undan boshqa bu cheklama reaktiv motor ishlab chiqaruvchilar uchunmi o'xshash. Shunga Xitoy buni bahona qilib, o'zining jazolanmasligi uchun Rossiyani zapas zapchas bilan ta'minlashni to'xtatib qo'ydi. Mush oyning 5-ida Rossiyaning bir yuqori darajalik amaldori
Moskva Xitoydan umid kutayotganda Xitoyning aeroplan zapchastlarini Rossiyaga avatishni rad qilganligini aytdi. 4-chi, Rossiyadagi ul aslahaga mablag' solishni to'nglatdi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Dunyo bankisi Rossiya, Belarusiyadagi barliq programmalarni vaqtincha to'xtatdi. Bu banka 2014-yildan boshlab Rossiyaga yangi qarz berish yoki mablag' solishni, Belarusiyga 2020-yildan buyon qarz yoki mablag' solishni tasdiqlamay kelgan edi. Biroq kishini eng hayron qoldirdigani Beijingdagi Osiyo ul mablag' solish bankisimi shuningga o'xshash qaror chiqarib, mush oyning 5-ida e'lon qilgan bayonotida Ukrainada urush portlagandan keyin Rossiya va qo'shnisi Belorussiyaga munosabatlik barliq pul muomala faoliyatlarini to'xtatadiganligini o'tirg'a qo'yib, bu qadamning bankning manfaati uchun ekanligini ta'kidladi. 5-chi, Xitoy Rossiyani og'zaki qo'llab ahmoq qilyotidi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan 18 mart juma kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida bunday degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Amerikaning Rossiyaning Ukrainadagi harakatini qo'llaydiganligi isbotlansa, Amerikaning tadbir qo'llanadiganligi to'g'risidagi so'ziga javoban Ukraina masalasida Xitoy hamisha obyektiv va adil usulda vaziyatning taraqqiyotiga asosan hech bir tarafga moyil bo'lmay, barobar va tangpong pozitsiya tutadi. 6-chi, Rossiyadagi mutaxassislarning Xitoydan ziyoda umid kutmasligi haqida so'zlayotdi. Moskva Komsomollar gazetining yozuvchisi Andrey Yashlavskiy hozirgi jazo mazgilida Beijingning Rossiyani qo'llaydiganligiga do'q tikmasligi haqida mundaq yozgan. Ukraina urushi sababidan har qaysi davlatlarning Rossiyaga bo'lgan kuchlik besimi ancha teksh emas. Xitoy betaraf davlat pozitsiyasida bo'lib, Moskvani ayblashni rad qildi. Balki krizisni keltirib chiqargan va keskinlashtirgan Washingtonni aybladi. Ammo Beijing Rossiyaning siyosatini qo'llaydiganligini bildirishga aldirab ketmaydi. Bu munosabat bilan Rossiya Fanlar akademiyasining xalqaro munosabatlar va dunyo iqtisod tadqiqot o'rnining Xitoy iqtisod va siyosat kasbining mas'uli Sergey Lokonin mundaq deydi. Xitoyning Ukraina krizisiga tutgan pozitsiyasi ikki qatlamliq. Albatta birinchi bosqichda Beijing faqatla Rossiyani qo'llay oladi. Chunki Rossiya Xitoyning Amerika va G'arb bilan bo'lgan strategik raqobatida ishiltadigan cho'ng davlatlardan biri. Balkim Rossiya Xitoyni qo'llash guruhidagi eng kuchli qutb bo'lishi mumkin. Ikkinchi bosqichda Xitoy vaziyatning nacharlashishi tufaylidan Amerika bilan tirkishib qolishdan va Yevropa ittifoqiga bo'lgan raqobatning kuchayishini keltirib chiqaradigan kutilmagan omillardan saqlanishga tirishyotdi. Shunglashqa Beijingning maydoni betaraf. Xitoyning Amerika boshchiligidagi jazo qatnashmaydiganligi va Rossiya bilan bo'lgan savdo-iqtisodiy munosabatga hech qanday cheklim qo'ymaydiganligi aniq. Ammo shuni bilishimiz kerakki, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti doiralari shirkatlarni va asosliq pul muomala organlarini ikkilamchi jazoning ta'siridan saqlab qolishga tirishadi. Xitoy doiralari Amerikaning har qanday jazosiga uchramaslik uchun Rossiya, Iran va Shimoliy Koreya bilan bo'lgan turli munosabatlarga texmi ehtiyotchanlik bilan muomala qilish mumkin. Shunglashqa Xitoy davlatidan ancha zo'r umid kutib ketgili bo'lmaydi. 2022 yil 18 mart juma Bayden bilan Xi Jinping 2 soat silliq ko'rishgan. Mazkur silliq ko'rishda Xi Jinping Ukraina krizisini paydo qilgan tarafning NATO va G'arb ekanligini yana ta'kidlab, bir qator quruq bayonotlarni bergandan keyin o'zining mazkur urushda taraf tutmaydiganligi, balki har ikki tarafni suhbat ustiliga elib kelish uchun kuch chiqardiganligini ilgari surgandan boshqa alayda gap qilmagan. Aksicha bu yig'inda Xi Jinping Baydenga Tayvan masalasi muvofiq bir taraf qilinmasa, Xitoy-Amerika munosabatiga daxl etadiganligini purtish orqali Amerikani texmi qiyin ahvolda qo'ymoqchi bo'lgan. Demak, bu qatimqi yig'inda asosli tema bir chat qilib, Amerikani Tayvan masalasidan yiroq turishga chaqiriq qilish asosli temaga aylangan. Shunday qilib, necha kun burun Qrimdagi natijasiz uchrashishga o'xshashla, bu suhbatmo natijasiz oxirlashgan. 20 mart yakshanba Angliya bosh vaziri Boris Johnson Xitoyni qattiq ogohlantirib, navoda Xitoy chaqiriqlarimizga parvo qilmay, Rossiyani turli jazolardan qo'g'dash uchun harakat ko'rsa, undaqda u Rossiyaga o'xshash jazoga uchraydi deb bayonot e'lon qilgan. Hozirgacha Xitoy taraf bu bayonotga rasmiy inkos qaytarmagan. Yuqorqi bir qator ma'lumotlardan his qilish tas emaski, ikki toshning orasida qolgan Xitoy
Rossiyani faqat og'zida qo'llab qo'yib, pərdə arqasida Amerika və G'arb bilan birlə yang ishida sodalashib, Hong Kong, Tibet, Tayvan və Sharq Turkiston masalalarida ularni yo'l qo'yg'izish shart orqali Rossiyani yolg'iz tashlab qo'yib, oxirida Rossiyani har jihatdan ojizlashtirib, G'arbdagi manfaatiga to'liq kapolatlik qilib, har ikkala tarafdan foyda elish chotini so'qiyotgan bo'lishi mumkin.